Mana bugun silayonni testadan xachapora qildik. Mana hozir buni ko'rsatamiz. Qanday tayyorlanishlarini videodan ko'rib ko'rsa ham bo'ladi. Shunaqangi sochning yaxki sirlari. Shunday nежный, mягкий. Prям zo'r chiqqan mana. Hozir men mana shu silayonni testadan xachapora qilaman. Menda 2 pachka silayonni testa bor. Qo'lda qilgandan silayon testada yaxshi chiqadi baribir ham. Mana hozir xamirlarni katta qilib yoyib chiqamiz. Bir pachkasini ikkita konvert shaklida qildim. Bir pachkasini ikkita dumaloq shaklida qildim. Mana hozir shidroleta bilan ozgina podsolishni masalan mikrovolnovkaga isitib oldim, eritib. Buni surtib chiqayapman. Mana bunaqangi qilib konvertcha qilib yog'lab salafanga olib qo'yamiz. 10 minut turadi o'zi, mягкий bo'lib, yog'lari yopishib, yana ham xamir zo'r bo'ladi yoyishga. Bunisini kruglay qilib, dumaloq qilib yoyib olaman hozir xamirimni. Xachapora tayyorlab ko'ringizlar. Har xil xachapora bor. Qaysini bo'lsa qilib yeb ko'rsalaringiz bo'ladi. Svejiy выпечка baribir ham yaxshi-da. Mana yog'ni surtib, yarmini qatlab oldim. Yana mana bunaqa qilib o'radim. Mana buni ham salafanga solib 10-15 minut dam oldirib qo'yaman. Mana. Ungacha nachinka qilib olaman hozir. Ikkita tuxumni, bittasini sarig'ini olib qo'ydim. Ikkitasini nachinkamga solaman hozir masalliqlarga. 300 gram tvorog, 500 gram sir, sливочное масло 60 gram, 70 gram. Mana sirni 400 gramini qirg'ichdan chiqarib olaman hozir. Masalliq tayyorlashga, aralashtirib ishlatishga. 100 gramini qo'yib qo'yaman, uni alohida chiqaraman qirg'ichdan. Ustiga sepishga. Sливочное masloni ham qirg'ichdan chiqardim. 100 gram sirni alohida qirg'ichdan chiqaraman. Ustiga sepish uchun olib qo'yamiz. Mana sirlarni katta idishga solyapman. Tvorog soldim. Tuxumni soldim, un soldim. Aralashtiramiz. Bunga tuz ham sepib aralashtiramiz. Mana endi xamirimizni konvert qilib yoyib chiqamiz. 4 burchak qilib. Videoda endi men bundacha shustray ayol emasman. Bema'ni gapirishga ham cho'chib turaman doim. Video skushna bo'lsa, zerikarli bo'lsa, avvalambor uzr. Hali opitni emasman, kanal yaqinda ochilgan. O'zim power bo'lib ishlayman. Restoranda anchadan beri qiziqardim, kulinariya qilib YouTubedan kanal ochib video qo'yishdi. Yaqinda ochdim. Qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Nachinkani solib, konvert qilib, mana buku oldim. Mana. Bunisini ham.
Bunisini ham bukdim. Haligi bir dona tuxumni sarig'iga ozgina sut solib, aralashtirdim. Ustiga surtib chiqaman buni. Qora kunjut sepdim. Bolalarim yaxshi ko'radi. Ikkinchi paketdagi xamirimni ikkita dumaloq qilib, dumaloq xachapuri qilamiz buni. Ustiga sirni sepib. Kimda yaxshi retseptlar bo'lsa, kommentariyaga yozsin. Men telefon nomer qoldirsalaringiz, mana shu telefon nomerda Telegram, WhatsApp bor deb lichkada gaplashamiz. Kamchiliklari bo'lsa uzr. Videoga like bosib, mana 200 gradusga duxovkaga qo'ydim. Yarim soatda pishib chiqdi. Bular endi dumaloq shaklidagi xachapuri. Qo'ng'iroqchani bosib obuna bo'lib, videoni kuzatishda davom etingizlar. Opit emasman, hali kamchiliklar bo'lsa ming bor uzr. Bunga ham tuxumni surtib, ustidan sir sepib chiqaman. 200 gradusga yarim soatga duxovkaga qo'yamiz. Mana xachapurimiz pishib chiqdi. Meni xamirim yog'li bo'lganligi uchun xachapurilarim ochilib ketdi. Yaxshilab bukib chiqingizlar. Qizim mana osh bo'lsin, ijodni boshladi. Mana pishyapti. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yingizlar.